Assalomu alaykum. 11-11 media ligamizda mana Sergeli Oxunboboyev o'yinida bugun g'alaba qozondinglar Sergeli jamoasi. Rahmat. Tabriklaymiz g'alaba bilan. 11-11 media ligasi sizga qanaqa taassurot uyg'otyapti? Nimalari bilan qiziqarli, nimalari yoqmayapti? Avvalambor assalomu alaykum hammaga, havas liga muxlislariga, obunachilariga. Обязательно bizada 11-11 musobaqalarimizda juda kam. Buni ochib zo'r ish qilgansizlar. Biz tarafdan juda xursand bo'ldik Sergeli tomonidan. Boshqa komandalarda ham xuddi shunaqa. 11-11 futbol bizga ko'proq shu eski o'ynagan vaqtlarimizni bo'lmasa o'sha katta futbolga qaytish qanaqadir hislarini bizga berdi. Va yoqmagan narsalari yo'q. Hamma narsa bor, hamma organizatsiyalar ham yaxshi. Kartalar bilan qiziqarli ekanmi? Qanaqa bo'lyapti? Bugun adashmasam bugun 3 ta karta sizlarga plyusga ishladi. Da, kartalar обязательно qiziq. Lotereya bo'lyapti, qizuv bo'lyapti. Qaysidir komanda tanlagan, o'ziga o'zi qarama-qarshi bo'lib qo'yapti. Mana shu hodisalari bilan juda qiziq va zavqliroq bo'lyapti. Bizga bugun omad kulib boqdi. Ikkita bizga tilla jeton deydi, o'shanaqa chiqib keldi. Tabriklayman, g'alabalar davomiy bo'lsin. Rahmat, katta ishlarga rivoj. Salomat bo'ling.